بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. آمين. Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Bu Kur'an mutlaq g'olib, hikmet bilen ish qilg'uchi Allah tarafidan nazil qilingandir. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni haq asosda muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha qoladigan qilib yaratdik. Kafirlar ogohlantirilgan narsalardan yuz o'rguchidir. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Müşriklarga aytqinki, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalaringlarning ahvolini ko'rdinglarmi? Ularning zaminning qaysi qismini yaratganligini menga ko'rsatinglar. Yoki osmonlarni yaratishda ularning Alloh bilan o'rtoqchiligi bormi? Bu Qur'ondan ilgari sizlarga nozil qilingan kitob yoki ilgirikilardan qolgan ilm bo'lsa, menga elib kelinglar. Agar sizlar rostchil bo'lsanglar. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Allah'ını qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan ma'budlarga cho'qinadigan odamdinmi, gumroh odam bormi? Halbuki ma'budlari ularning duosidan g'ofildir. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda ma'budlari ularga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilinsa, kafirlar o'zlariga kelgan haqiqatni, ya'ni Qur'onni baholab, bu ro'shan sehridir deydi. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. Yoki ular Qur'onni ya'ni Muhammad alayhissalom o'zi to'qigan deyishamdi. Aytqinki, agar uni men to'qigan bo'lsam, sizlar mendan Allohning azobidan hech narsani deb qila olmaysizlar. Sizlarning Qur'on to'g'risidagi tuhmatlaringlarni Alloh obdan biladi. Alloh men bilan sizlarning oranglarda guvoh bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni mening rostchiligimga va sizlarning yolg'onchiliginglarga guvoh bo'ladi. Alloh tavba qilguvchini eng mag'firat qilguvchidir. Mu'min bandalarga eng mehribondir. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم
إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Aytqin ki, men Allah insonlarni tavhidga da'vat qilish uchun avatgan tunji payg'ambar emasman. Mendan ilgariki nurg'un payg'ambarlar ilib kelgan vahiy bilan keldim. Nimishqa meni inkor qilasizlar? Manga va sizlarga nima qilindiganligini uqmayman. Chunki Allohning taqdirini oldin uqqili bo'lmaydi. Men faqat manga vahiy qilingan narsaga ergishiman. Men faqat sizlarni Allohning azobidan ochiq ogohlantiruvchiman. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklarga aytqin ki, sizlar aytib beqinglarchu, Qur'on Allah tarafidan nozil bo'lgan tursa, sizlar uni inkor qilsanglar, holinglar qandoq bo'ladi? İsrail avlodidan bir guvohchi, ya'ni Abdullah ibn Salam Qur'onning Allah tarafidan nozil bo'lganligiga guvohlik berib iymon keltirsa, sizlar takabburlik qilib iymondan bosh tortsanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Shubhisizki Allah zalim qavmni hidoyat qilmaydi. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. Kafirlar mu'minlarga agar Qur'on bilan islom dini yaxshi bo'ladigan bo'lsa edi, ular, ya'ni ojiz musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi dedi. Ular Qur'on bilan hidoyat topmaganliklari uchun bu qadimqi o'ydirmidir deydi. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. Qur'ondan ilgari Musaning kitobi, ya'ni Tavrat ahli jahonga peshvo va rahmat edi. Bu arab tilidagi kitobdir. Ilgirki kitoblarni tasdiq qilg'uchidir. Allah uni zolimlarni ogohlantirish uchun yaxshi ish qilg'uchi mu'minlarga jannat bilan xo'sh xabar berish uchun nozil qildi. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Rabbimiz Allah'tır degan, andın to'g'ri yo'lda bo'lganlarga shubhisizki kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Ani şula ahli cennettir. Ula cennetde mengü kalıdı. Bu ulanın kıygan yaxşı emellerini mukapatlaş üçündür. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي
إني تبت إليك وإني من المسلمين. Biz insanni ata-anasıga yaxşılık qilishga buyurdik. İnsanni anası mushaqqat bilan qo'saq ko'tarib, mushaqqat bilan tug'di. Onunğa qo'saq ko'tarish muddati va uni sutdan ayirish muddati 30 oydir. Taki u bu vaqt o'sib, kuch-quvvatga to'lib 40 yoshga yetganda u Rabbim, sening menga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishni va sen rozi bo'ladigan yaxshi ishni qilishimni menga ilhom qilgin. Men uchun mening avlodimni tuzgin. Ya'ni mening avlodimni yaxshi odamlar qilgin. Men haqiqatan sana jami gunohlardan tavba qildim. Men haqiqatan musulmonlardandurman deydi. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Ani şundaq kişilərinin yaxşı işlərini qəbul qılıb, yaman işlərini keçirim qılımız. Ula Allah yaman işlərini keçirgənlər bilən cənnətdə boludu. Bu ulağa qılınğan rast vədidir. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Bazı adam, yani ata-anası imanğa davet qilgan fajir bala, voy, sizlar meni qayta terilishdan qo'rqityapsizlar. Mendan ilgari nurg'un ummatlar o'tdi. Ulardan hech odam terildirilgani yo'q, deydi. U ikkisi Allohga faryod qilib, voy sana iymon etgin. Allohning va'dasi haqiqatan haqdir, deydi. Bu faqat avvalqilardan qolgan afsonalardir, deydi. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Ani şundaq kişilərə Allah'ın azab qilish sözü haqlıq boldu. Ular bolsa, ulardan ilgiri o'tgan insonlardan va jinlardan bo'lgan ummatlar qatoriga kirgizildi. Ular haqiqatan ziyon tortquchi bo'ldi. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Müminlərinin və kafirlərinin hamısının qıyğan əməllərinə yarışa dərəcələri boludu. Ularning əməllərinin savabı və cəzası kəm ziyadə qılınmay toluq verildi. Ularga zulm qılınmaydı. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Kafirlar dövzaqqa to'g'rilanadigan kunda ularga ayıplash yuzidan aytiladi. Sizlar lazzatlaringlarni hayoti dunyoda bahramand bo'lib tugatdinglar.
Sizlar ziminda haqsiz ravishda cho'ngchilik qilib, iymondan bosh tortganliginglar va Allohning itoatidan chiqqanliginglar tufaylidan bugun har qilg'uchi azob bilan jazolanasizlar. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ad'ның qerindishi, yani Hud aleyhisselamның öz qavmi bilan bo'lgan qissasini bayon qilgan. Öz vaqtida u Ahqob degan yerdagi qavmini Allohning azobidan ogohlantirdi. Uningdan, yani Huddan ilgari va uningdan keyin nurg'un payg'ambarlar o'tdi. U, yani Hud qavmini ogohlantirib aytdi: Sizlar faqat Allah'a ibadet qilinglar. Men haqiqatan sizlarning Allohdan g'ayriga ibadet qilsanglar, büyük kunning azobi qilishinglardan qo'rqaman. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Ula, ey Hud, sen bizni ilahlarımızdan to'sqili keldingmi? Agar sen so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga bizni qo'rqatgan azobni keltirgin dedi. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. U, sizlarga azobning qachon kelishini faqat Alloh biladi. Men sizlarga avatilgan narsani tabliğ qilaman. Va lekin men sizlarni nodon qavm ko'raman dedi. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Ular özlerinin vadisiga sürülüp atkan bulutni görüp, mana bu bizga yağmur yağdırgıcı buluttur deyishdi. Hud aytdi: Undaq emas. U sizlar baldırroq ishga ishishni talab qilgan narsadir. U bir bo'ron bo'lib, uning ichida qattiq azob bor. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. U Rabbinin bir emri bilen hemmin esini halak kılıdı. Yani boran kelip ulanı halak kıldı. Şunun bilen ulanın caylarının, yani turgan makallarının izidim başka nerse görünmeydiğen bop kaldı. Günahkar kavmini muşundak cezalayımız. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Biz ulanı, yani Ad kavmini pul mal,
kuch-quvvat jihatda sizlarni qodir qilmagan narsalarga qodir qildik. Ularning shu ne'matlarga shukr qilib, bu orqali ne'matlarni bergichi Allohni tonish uchun ularga quloq, ko'z, qalblarni berdik. Ular Allohning oyatlarini inkor qilganliklari uchun ularning quloqlari, ko'zlari, dillari ulardan Allohning azobidan hech narsani dabi qilmadi. Ular masxir qilgan azob ularga nozil bo'ldi. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ey Mekke aholisi! Biz haqiqatan sizlarning atrofinglardagi shaharlarni halok qildik. Ularni kufrdan yansun deb oyatlarni takror bayon qildik. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ularga azap kelganda ularning Allohga yaqin qiladi deb Allohdan boshqa tutgan ma'budlari ularga nimishqa yordam qilmadi? Belki ularning ma'budlari g'oyib bo'ldi. Bu Allohning shiriki deb bilgan ma'budlarimiz bizni Allohga yaqin qiladi degan so'zi ularning o'ydirmisidir va Allohga chaplagan bo'htonlaridir. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem! Öz vaqtida bir türküm cinlarni sana Qur'on tinglashga avatdiq. Ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lganda bir-biriga jim turinglar deyishdi. Qur'on tilovat qilinib bo'lgandan keyin ular o'z qavmiga ogohlantiruvchi bo'lib qaytishdi. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Ular aytdi: Ey qavmimiz, haqiqatan biz Musadan keyin nozil bo'lgan uningdan ilgirki kitoblarga uyg'un keladigan haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni, ya'ni Qur'onni tingshdik. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Ey qavmimiz! Allohga da'vat qilguvchi, ya'ni Muhammad alayhissalomning da'vatini qabul qilinglar va Allohga iymon etinglar. Allah ba'zi gunohinglarni mag'firat qiladi. Sizlarni qattiq azobdan saqlaydi. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Kimiki Allohga iymon etishga da'vat qilguvchining, ya'ni Rasulullahning da'vatini qabul qilmasa, azobdan qochib qutula olmaydi. Allohdan boshqa uni Allohning azobidan saqlovchi yordamchilar bo'lmaydi. Ular, ya'ni Rasulullahning da'vatini qabul qilmovchilar o'p-ochiq gumrohlikdadir.
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. Ula yani ölgenden keyin terilishni inkor qilg'uvchi kuffarlar bilmamdiki, osmonlarni va zaminni yaratgan va ularni yaratishda charchab qolmagan Alloh o'liklarni terildirishga qodir emasmi? Durust, u haqiqatan har narsaga qodirdir. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Kafirlar devzaqqa to'g'rilanadigan kunda ularga bu ya'ni sizlar tetayotgan azob rost emasmi deyiladi. Ular Rabbimiz bilan qasamki albatta rostdir deydi. Allah ularga kafir bo'lganliginglar tufaylidan azobni tetinglar deydi. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen iradalik peygamberle sabır qilgandek sabır qilgin. Ularga bo'ladigan azobga aldirab ketmagin. Ular oxiratda va'da qilingan azobni ko'rganda, ular dunyoda go'yo kunduzda birdamla tug'gandek his qiladi. Bu Qur'on sizlarga tabliğdir. Faqat fosiq qavmlar halok qilindi.